Qachon tuqqansiz o'zi? 2021. 2021? Ha, 2021 tuqqanman. Ikkita joylardan bunaqa kalendar to'platib shunaqa qildimmi? Qoniqmadim ularda, nimalar yoqmadi menga. O'sha kalendarlardan ko'rib beraman, lekin bu 80%, bu degani 100% degani emas. Tim bolli sizda 4 ta homila Kisirova bilan bo'layotgan bo'lsa, sizda tanlash huquqi o'zi nima deydi, cheklangan. Tibbiy harakatda sizni qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. Chunki siz aynan sizni bachadoniniz xalta vazifasini bajaradi. Aynan qiz yoki o'g'il erkakdan o'tadi sizga. Xromosomalarga bog'liq bo'lgan narsa. Bu xromosomani endi qanday qilib o'tib kelishi faqat Xudo bilan eringizga bog'liq. Shuning uchun tibbiyot tomonlama men sizga hech narsani tavsiya qila olmayman. Qiz yoki o'g'il uchun kalendarlar bor, u ham 80% ga kafolatli. Menimcha Allohga tavakkal qilib, endi bilmasam endi bu tavakkal qilishga ham sizda 4 ta Kisirova ekan, biror narsa deyishga ham qo'rqaman to'g'risi. Men o'zim shunga o'ylanyapman-da. Benim parhez qildirib, parhez ovqatlar yedirib, ana quruq mevalardan ko'ngli taqib to'xtatsak, qanaqa qilib shu sperma foizini pastlashsak bo'ladi deyapman. Yo'q, spermani foizini pasayishga bog'liq emas, u narsa xromosomaga bog'liq deyapman men sizga. Spermani yuqoriligidan bo'lmaydi u qiz o'g'il. E'tibor bergan bo'lsangiz, boylarda qiz kam bo'ladi, kambag'allarda o'g'il ko'p bo'ladi. Uni hammasi quruq meva yeb, har kuni zo'r narsani yeyotgan yo'q ular. Qiz bolaga deydi, issiq narsalar, issiq mijozli narsalarni o'g'il bolaga deydi, sovuq mijozli narsalarni qiz bolaga deydi. Endi agar unaqa bo'ladigan bo'lsa, mol go'shti yeyish kerak bo'ladi, sovuq, qo'y go'shti issiqlik o'g'il bola deydi. Agar shu narsalarga e'tibor beradigan bo'lsa, pomidorni ham o'g'il bolaga, qiz bolaga ko'p aniq qiladi deydi. Qiz bola bo'lishiga agar ovqatlarga keladigan bo'lsak. Mayli, men SMS qilib jo'nataman. Mayli. Qo'yganda Bu yo'qsamaga Telegramdan tashlab beraverasiz javobini. ha, mayli, shalolaga tashlab yuboring, men ko'rib, aynan qaysi oyda ko'p bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni berib yuboraman.